Assalomu alaykum. Bugun Alif kimyo fanidan masalan tavsiya qilgan asosida texnologiyada qo'llanilgan moddalarning umumiy oldini rejalashtirish mavzusida ko'rib chiqamiz. Masalan tavsiya qonuni nima? Masalan tavsiya qonuni kimyo reaksiya tezligi va muvozanat to'g'risidagi moddaning konsentratsiya bog'liqligini ifodalaydi. Ko'pchilik analitik reaksiyalar qayta jarayonda bir-biriga qarama-qarshi ikki yo'nalishda harakatlanadi. Bunga misol qilib rux xlorid bilan suyuq kislota reaksiyaga ishlatishda rux sulfid va xlorid hosil ko'rishimiz mumkin. Hop, bu ko'pincha holatda muvozanat kimyoviy muvozanat olib boradi. Kimyoviy muvozanat nima? Reaksiyaga kirishayotgan moddaning qayta joylanadi. Reaksiyaga kirayotgan ikki yo'nalishdagi teskari va to'g'ri reaksiyaning konsentratsiyasini ifodalaydi. Reaksiyaning turadi. Hop, kimyoviy moddalar ikki tomonlama A va B modda reaksiyaga kirishishda C va D modda hosil bo'ladi. Bu yerda A va B reaktivlar, C va D mahsulotlar sanaladi. Ya'ni reaksiyaga hosil bo'lgan moddalar. Hop, kichik A va B, C esa stoichiometrik kayfiyat, ya'ni kayfiyatlar muvozanat doim sifatida 2 harf belgilanadi. Kimyoviy muvozanat umumiy formulasi K ning, ya'ni mahsulotlar va bu yerda reaktivlar bo'ladi. Oldagi kayfiyatlar bo'lsa darajaga chiqadi. Hop, kimyoviy massalar ta'sir qonuni kimyoviy reaksiya tezligi va muvozanat holatidagi moddalarning konsentratsiya bog'liqligi. Bu kimyoviy reaksiya tezligi. Kimyoviy reaksiya tezligi bu reaksiyaga chiqqan moddalarning konsentratsiya vaqt birligida qancha o'zgarishni ko'rsatadi. Kimyoviy reaksiyaga ta'sir qiladigan omillar borda bir qancha. Hop, kimyoviy reaksiyaga ta'sir qiladigan omillar bor. Konsentratsiya, harorat, katalizator va bosim kabi ta'sir qiladi. Hop, konsentratsiya bo'yicha tushuntiribdi. Konsentratsiya qanchalik oshsa, kimyoviy reaksiya shunchalik oshadi. Ya'ni konsentratsiya oshganda reaksiyalarning moddalarning bir-biriga reaksiyaga kirishi urushi tezlashadi. Konsentratsiya pasaysa, reaksiyaga kirishi pasayadi. Ya'ni pasayganda konsentratsiya pasayganda reaksiyaga kirgan moddalarning konsentratsiyasi ham pasayadi. Hop, harorat bu Vantkov qo'yasi bo'ladi. Ya'ni Vantkov qo'yasi harorat har 10 gradusdan oshganda reaksiya tezligi odatda 2-4 marta ortadi degan. Bu degan ba'zi holatlarda 2,5, 2,3, 3,2 beriladi. Vantkov qo'yasi formulasi V2 taqsim B1 teng gamma T2 minus T1 taqsim U. Bu yerda B1 boshlang'ich harorat reaksiya tezligi, yangi harorat reaksiya tezligi V2, bu T2 T1 esa harorat, ya'ni harorat Celsiyda beriladi. Bu esa gamma harorat Kelvin ortda 2 turda beriladi. Hop, bu uchmas vaqtimizni ko'ramiz. Agar bizga masala berilgan bo'lsa, agar harorat 20 gradusdan 40 gradusga oshsa, oshganda ya'ni bu degani 20 gradusda 2 bo'lsa 40 bo'lsa qancha bo'ladi deyiladi. Gamma harorat 2 tur beriladi deyildi. Berilgan gamma 2 berilgan. Vantkov formulasi qo'yamiz. V taqsim B1 teng 2 gamma berilgan 40 T2 ga 40 T1 ga 20. 40 ayol 20 taqsim 10. Xo'p, taqsim 10 bo'lsa, xo'p, 40 ga 20 bo'ladi, 20 ga 20 bo'ladi, 20 10 bo'lsa 2 bo'ladi. Va 2 ning ikkinchi darajasi 4 bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik reaksiyalarimiz bu yerda tushuntirib, xo'p, katalizator. Katalizator shunaqaki, katalizator reaksiyaga kirgan moddalarni tezlashtiradi, lekin u sarflanmaydi. Bosim xuddi shunday gaz motor uchun ta'sir qiladi. Bosim gaz motor uchun ta'sir qiladi. Ya'ni bosim oshganda reaksiya tezligi ham oshadi. Bosim pasayganda reaksiya tezligi kamayadi. Xo'p. Shunday reaksiyalarimiz borki, ba'zi gaz ajralishi bilan chiqadigan reaksiyalar bo'ladi. Ularga misol qilib ammonik xlorid bilan natriy gidroksiz reaksiyaga kirishsa, natriy xlorid deb boshlanadi va ammonik gidroksiz hosil bo'ladi. Eritmaning rangi o'zgarishi bo'lgan reaksiyalarga misol qilib, sulfat, mis sulfat bilan ammonik gidroksiz reaksiyaga kirishsa, mis ammonik sulfat, ya'ni tuz hosil bo'ladi va suv bo'ladi. Oq cho'qma rangi, sariq rang reaksiyalar, suv qizil rangi o'sha hosil bo'ladi. Keyin reaksiyalar borki, cho'qma tushishi yoki kesishgan bo'lgan reaksiyalar bor. Ya'ni bariy xlorid bilan sulfat reaksiyaga kirishsa, bariy sulfat cho'qmaga tushadi, axloqsiz hosil bo'ladi. Analitik reaksiyalarda bajarishtiriladigan moddalarning miqdoridan qarab sifat analiz, ya'ni makro, mikro, yarim mikro, ultra mikro usullardan foydalaniladi. Xo'p, shunday e'tibor bersangiz.